Biling, juda iflos bo'laman. Xo'sligi O'zbekiston PUBG tarixidagi eng pedaras taktikani o'rgatdi. Qarorchi vaziyatni tushuntiraman. O'z sherigini urdim, bitta sherigi narida turib poylab turibdi mani. Mana bu sheriga info berib turibdi. David qilmasligimning sababi nargi sherigim kelsa billa uradi. Hozir o'zim tavakkal qilib chiqadigan bo'lsam urib qo'yish mumkin. Biling, taktikalar qaranglar. Lapni offline bo'lib qolamizda. Bu yerda glazokcha bilan kuzatib turamiz. Bu yerdan keyin informatsiya boradi sheriga. Tezroq, mana bu internet qotib qoldi. Xuddi muzlik davridagi aposumlarda tutinglar o'zlaringni o'ylab qolganda. Lekin bu tomondan glazokcha bilan kuzatib turish esdan chiqmasin. Endi eshitib turinglar. Salom. Pidarazning shunaqa qilmalari yo. Bu taktikani ismi pidaraz taktika deyiladi. Tan olish kerak, men ham kalamushlik qilib turaman ora-ora. Sababi o'sha katkadagi ikkita uchtasi pizziz asabim o'ynagan bo'ladi. Kalamushlik qilib boshida o'zidan boshlab. Men shularni o'ldirish maqsadida ketdi. Qarorchi videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyga shunchaki OK so'zini qoldirib, bu videoni esa kalamushlikdan repetitorga boradigan do'stlaringga tashlab qo'yinglar. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.